Mendan olasizlar videolar. Ko'rolmay qolyapti. Shokir. Ondan ziyod bo'lmuş. Ijod Studio. Assalomu alaykum aziz san'at shaydolari. Qadim va hamisha navqiron Samarqandning ijodkor qalblari, hurmatli ustozlar va san'atga oshno yoshlar. Xush kelibsiz qalbida go'zallik va nafosat yashiringan qadrli mehmonlar. Bugun biz nafaqat konsert dasturida, balki bir necha oydan buyon pishib yetilgan mehnat va iste'dodning hosilasi bo'lgan haqiqiy san'at bayramida jam bo'lib turibmiz. O'quv yilining 2-choragidan boshlab e'lon qilingan va intizorlik bilan kutilgan ijod ummonidan sadolar badiiy musiqiy loyihasi bugun o'z ishining cho'qqisiga yetdi. Bu shunchaki hisobot konsert emas. Bu Samarqand ixtisoslashtirilgan san'at maktab-internati o'quvchi va ustozlarning dildagi izhorlaridir. Ushbu kechada she'riyatning sehrli kuchi, musiqa, raqs va xor san'ati bilan uyg'unlashadi. Har bir kuyda mahorat, har bir harakatda nafosat aks etadi. Bu loyiha ustida bir necha oy davomida tinimsiz izlangan yosh iqtidorlarimiz bugun sizlarning e'tiboringiz va e'tiboringizga munosibdir. Davramizning bugungi fayzi va nuri bo'lib turgan maxsus mehmonlarimizni ham alohida e'tirof etish joiz. Bugun oramizda o'z ijodi va mahorati bilan ko'plab yoshlarga ustozlik qilib kelayotgan shoirlarimiz Zubaydulla Ibragimov va Guljahon Mardon qizi mehmonimizdir. Olqishlab qo'yamiz. Shunday qilib ko'ngillarni ko'ngillarga bog'lovchi, she'riyat va musiqaga birlashgan ijod ummonidan sadolar badiiy kechasini ochiq deb e'lon qilamiz. So'z san'atkori, balki jamiyatimizning faol arbobi, xalqimizning dardini va quvonchini qog'oziga muhrlab kelayotgan insonlar tashrif buyurgan. Xalq deputati, yozuvchilar va jurnalistlar uyushmasi a'zosi, millatimizning g'ururi, Abdulhamid Cho'lpon nomidagi jamg'arma rahbari Zubaydulla Ibadovich Ibragimovni ehtirom ila sahnamizga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu tadbirimizning ishtirokchilari, aziz ustozlar, aziz muxlislar, aziz o'quvchi yoshlar. Darhaqiqat biz juda ham bir hayajondaman
qanday ma'nodaki mana shu xalq bilan, el bilan mana shunday uchrashuvlarda yuzma-yuz uchrashishni o'zi men o'ylaymanki, har qanday ijodkor uchun, har qanday yurtimizning farzandi uchun bu katta baxt. Darhaqiqat mana xabarlaringiz bor, Samarqand viloyatimizda respublikamizning 3 kunlik teatrlar ko'rigi tanlovi bo'yicha yaqindagina nima deydi? Festivali bo'lib o'tdi. O'shanda ham xalq bilan uchrashganda men san'atning sirini, san'atning sehrini, insonlarimizni san'atga bo'lgan e'tiborini, bugungi kunda ustozlarning yoshlarga berilayotgan mana shu tarbiyadagi mas'uliyatini o'zim ko'rdim, his qildim. Darhaqiqat bugun men mana shundayin bir tadbirimizda, bu tadbir boshqa tadbirlardan juda ham farq qiladi. Mana yuqorida boshlovchimiz aytgandek, bugun so'zning sehri qanchalik ekanligini, o'sha so'zning mazmun mohiyatini mana shu musiqaga solib, inson qalbiga yetkazib berishda mana shu san'at ahlining xizmati qanchalik buyuk va suyuk ekanligini biz mana bugun yana guvohi bo'lamiz, bugun ko'ramiz. Darhaqiqat meni ham Samarqand she'rim bugun mana shu davrada yangilar ekan, men juda ham xursandman va ruxsat berasizlar. Shu Samarqand she'rimdan bir kuflet o'qib berishga ruxsat berasizlar. Samarqandim, yer yuzin sayqalin azim shaharsan, nafosat joziba senda mujassam, didoring chorlagan oshiqda zarsan, tarifi tavsifga ojizdir so'zam. Buyuk ipak yo'li charrohasi sen, ulug' allomalar beshigi sensan, Zarafshon daryosi mavj urar hamon, bepoyon vodiylar bu sening yuzing. Darhaqiqat mana shu rahmat siz va bizlarning qalbimizdagi yer yuzining sayqali bo'lgan Samarqandga bo'lgan har bir mana shu yerning ahlini, Samarqand farzandlarining qalbida mana shunday so'zlar jaranglashini his qilgan holda men mana shu bitiklarimni yozganman. Mana birgalikda eshitamiz, tinglaymiz va shu bilan birgalikda bugun ko'pgina qalam ahlining, yosh ijrochilarimizning, yosh ijodkorlarimizning biz bilan hamnafas bo'layotganligiga mana o'zimiz guvoh bo'lamiz. Salomat bo'lingizlar. Rahmat, sizga ham ijodingizga baraka tilaymiz. Qo'shiq Samarqandimsan. Zubaydulla Ibragimov she'ri, Ikromjon Saimov musiqasi. Ijro etadi 4-sinf o'quvchisi Astanaqulova Sabrina. Hey,
sirlar yashirin o'qib o'rganmoqda keng jahon bugun qadim nafrosi yo'q yashirgan siri yer yuzin sayqalir hazir shaharsan nafosa joziba senda mujassam didoring chorlagan oshiq ta'sirsan ey go'zal maskanim Samarqandimsan shoirlar sultoni bobom Alisher Ulug'bek bobomlar zukko samogir buyuk sarkarda shoh Amir Temur ulug'lar barchasi farzanding axir yer yuzin sayqalir hazir shaharsan nafosa joziba senda mujassam didoring chorlagan oshiq ta'sirsan ey go'zal maskanim Samarqandimsan deydilar ustozning nuri quyoshdan kam emas. Elzodning ijrosida ushbu nurning tarovati ustozlarga bo'lgan cheksiz minnatdorchilik tuyg'ulari yangraydi. Qo'shiq ustozim nurli chirog'im ijro etadi 7-sinf o'quvchisi Shuhratov Elzod. Ikromjon Saimov musiqasi. Ustoz borki ilm nuri so'nmagay ko'ngillarga aslo yomon qonmagay ustoz bilan bilim olish naqadar go'zal ishdir hech kim unga to'ymagay qorong'uda yo'l ko'rsatar chirog'im siz tufayli yaqin bo'lar yirog'im yomonlikdan asraguvchi qalqonim doim omon bo'ling bog'u bostonim ta'zim qilsak arziydi ming bora sizga mehringizni berdingiz har o'g'il qizga sizni sevib yashamoqlik naqadar afzal siz bor hayot bizlar uchun doimo go'zal
Dek nihonlar uchun u posbondir. Duo qilib aytamiz biz har nafas. Siz bor dunyo, sizga qilamiz havas. Ta'zim qilsak arziydi ming bora sizga. Mehringizni berdingiz har o'g'il qizga. Sizni sevib yashamoqlik naqadar afzal. Siz bor hayot bizlar uchun doimo go'zal. Har bir inson o'zi tug'ilib o'sgan go'shasi dunyodagi eng muqaddas maskandir. Shoira Guljahon Mardon qizi o'zining samimiy misralarida aynan mana shu tuyg'uni Pastdarg'om tumanining tarovati va o'tmishini yuksak iftixor bilan kuylaydi. Qo'shiq Pastdarg'omim iftixorimsan. Guljahon Mardon qizi she'ri, Ikromjon Saimov musiqasi. Ijro etadi 8-sinf o'quvchisi Azim va Marjona. Bag'ringda mudom Pastdarg'omim iftixorimsan. Kun tuningda mazmun mujassam karg'onigam suyanch norimsan. Vatan ichram eng aziz vatan Pastdarg'omim iftixorimsan. E'zozdadir bag'ringda barcha o'zing faxrim nomusorimsan. Ulug'liging zamona puchgan Pastdarg'omim iftixorimsan. Gullar ey go'zal go'sham Pastdarg'omim iftixorimsan. Obodliging dil obodligim cho'qqayamni yangan sarimsan. Yuragimda shu etgu kalom Pastdarg'omim iftixorimsan. E'zozdadir bag'ringda barcha o'zing faxrim nomusorimsan. Ulug'liging zamona puchgan Pastdarg'omim iftixorimsan. San'at maktabi bu nafaqat bilim maskani, balki orzular qanot yozadigan muqaddas dargohdir. Davramizga o'zi yozgan she'rini kuylash uchun 7-sinf o'quvchisi, yosh iste'dod egasi Muxlisa Qashboyevani taklif etamiz. Qo'shiq San'at maktabim ijro etadi 7-sinf o'quvchisi Qashboyeva Muxlisa. Ikromjon Saimov musiqasi. Raqsida 3-sinf
xoreografiya guruhi. Vatanım güzelligi ijod nidosi. San'at maktabim ilhomim bog'i, ijod uchun chorlar vatan ardobi. İlhom daryosi qalbimda yashar, ijodim hislari umundek toshar. Vatan madhi ila chertilgan torlar, yuragimdagi hislar ijodga chorlar. Ranglar qo'shilganda charog'on olam, qalbimga sig'maydi kuy ila bu nola. San'at maktabim ilhomim bog'i, ijod uchun cho'llar vatan ardobi. İlhom daryosi qalbimda yashar, ijodim hislari umundek toshar. İlhom daryosi qalbimda yashar, ijodim hislari umundek toshar. Navbatdagi tarona barcha onajonlarimizga bo'lgan farzandlik ehtiromi va cheksiz muhabbatining ramzi bo'lib yangraydi. Qo'shiq Jonim onam ijro etadi 4-sinf o'quvchisi Omonova Izoza. Ikromjon Saimov musiqasi. Mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam, ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri.
Qoshlarimni silagan doim baxtim tilagan o'zimni jonim onam ikki ko'zimning nuri yuragimning huzuri hayotimning sururi o'zimni jonim onam uyim fayzi xumorim mening qalbi gulzorim xudo bergan tumorim o'zimni jonim onam Navbatdagi taronamiz maktabimizning ijodiy muhiti va san'at yo'lida talpinayotgan yoshlar hayotiga bag'ishlanadi. Qo'shiq biz san'atning bolalarimiz. Ona tili va adabiyot o'qituvchimiz Xudoyqul va Guloy she'ri, Ikromjon Saimov musiqasi ijro etadi 4-sinf o'quvchisi Asliddinov Dilyor. Kelajagi buyuk yurtning baxtli uful qizimiz san'at maktab dargohining yorug' yulduzimiz har bir yurak orzuga to'la har bir qadam nurga yo'nrab qalam kuy va raqslar bilan yo'llarimiz porlab borar biz san'atning bolalarimiz Jamoliddin avlodimiz qo'limizda ranglar jilosi qalbimizda ilhom sadosi bizlar yorqin kelajakmiz komil inson bo'lamiz san'atimiz borug'imiz dunyo bo'ylab hikoyamiz har bir kuning ijodga chorlar har daqiqa ilhom so'char kuylar dilga qanot to'lar raqslar qalbni jo'shurar ustozlardan nurli saboq orzularga ochiq yo'llar san'at bilan ulg'ayamiz yuksak cho'qqa sari boramiz biz san'atning bolalarimiz Jamoliddin avlodimiz qo'limizda ranglar jilosi qalbimizda ilhom sadosi bizlar yorqin kelajakmiz komil inson bo'lamiz san'atimiz dorug'ini dunyo bo'ylab hikoyamiz
Bugun maktabimizga tashrif buyurgan taniqli shoirlarimizning munosib shogirdi Amirova Nigina Bonuning qalamiga mansub taronaga navbatni beramiz. Qo'shiq O'zbekiston yoshlari. Amirova Nigina Bonu she'ri, Ikromjon Saimov musiqasi. Ijro etadi 10-sinf o'quvchisi Jo'rayev Behruz hamda 11-sinf o'quvchisi Jaylasheva Oygul. O'zbekiston yoshlari birlashaylik bir bo'lib, bir-biridan donosiz, ko'zlaridan nur to'lib, hilpiraydi bayrog'im, eslatadi burchimiz, shu vatan yo'lida sarf etaylik kuchimiz. Agar yoshlar bir bo'lsa, bog'i bo'lmas hech bir zot. Dono xalqim aytgandek, chang chiqarmas yolg'iz zot. Qo'lni qo'lga beraylik, keldi bugun shu zamon. O'zbekiston yoshlari, Keling birga bo'laylik. Millatda sadqa bo'lsin jonimiz, xalqim desa tayyormiz, sof niyat imonimiz. ilm fanni egallab, zabt etaylik cho'qqilar, olingan shu bilimlar yengib o'tar to'siqlar. Agar yoshlar bir bo'lsa, bog'i bo'lmas hech bir zot. Dono xalqim aytgandek, chang chiqarmas yolg'iz zot. Qo'lni qo'lga beraylik, keldi bugun shu zamon. O'zbekiston yoshlari, Keling birga bo'laylik. Navbatdagi taronamiz yosh ijodkorlarimiz haqida. Qo'shiq yosh ijodkorimiz. Ijro etadi 4-sinf o'quvchisi Jumabayeva Shirina. Ikromjon Saimov musiqasi, raqsida 2-sinf xoreografiya guruhi. qo'limizda qalam, sehrli aso, oq qog'ozlari ishlab ko'ramiz bino. Har bir satrimizda yashar bir dunyo. Biz yangi asrning sadosimiz biz. Zamonning eng yorqin sumosimiz biz. Rassom chizgan rangda jilo bor bo'lak. Qalbimizda yashar orzu va tilak. Vatan ishqi bilan yashaydi yurak. Ilm va ma'rifatga tashnamiz har on. Biz bilan yuksal nuronat O'zbekiston. Yosh ijodkormiz, biz yosh ijodkormiz. Ezgu maqsadlarla doimo uyg'oqmiz. Parvozga shaylangan lochinmiz qushmiz. Kelajak poyiga gullar yoqurmiz. Bekzod kabi bo'lgimiz
kelar. Faqat to'g'a qadam to'xtash yo'q aslo. Bizni chorlamoqda go'zal bir dunyo. Yosh ijodkormiz biz, yosh ijodkormiz. Ezgu maqsadlarla doim uyg'oqmiz. Parvozga shaylangan lofchimiz qushmiz. Kelajak poyiga nurlar yoqirmiz. Dunyoda shunday zot borki, uning duosi bilan olam munavvar, poyida jannatdir. Navbatdagi qo'shiq barcha munis, mutabar onajonlarimizga bag'ishlanadi. Qo'shiq onalarni yig'latma hayot. Ijro etadi 4-sinf o'quvchisi Omonova Aziza. Ikromjon Saimov musiqasi. Faqat onalarni yig'latma hayot. Allohim yaratgan shundayim bir zot. Ta'rifing keltirsam, maqtasam bot-bot. Ona shundayim ulug'vor bayot. Faqat onarni yig'latma hayot. Onam qanotida o'sib ulg'aydim. Onam orzusidek farzand bo'lsaydim. Biz uchun hayotni bag'ishlagan zot. Faqat onalarni yig'latma hayot. Boshida tashvishlar bo'lsa ham biron, onajonim kutib olar jilmayib har on. Mehrini, umrini bag'ishlaganim zot. Faqat onalarni yig'latma hayot. Mehringiz, ishonchingiz oqaymiz bizlar. Doimo baxtimizga sog' bo'ling sizlar. Biz uchun hayotni bag'ishlagan zot. Faqat onalarni yig'latma hayot. Insonni kamolat cho'qqisiga yetaklovchi nurli yo'l bu ustozlar o'gitidir. Navbatdagi chiqishimiz o'z ustoziga cheksiz ehtirom ko'rsatib, ham she'rini, ham qo'shig'ini o'zi mahorat bilan tayyorlagan yosh ijodkorimizga tegishli. Qo'shiq ustozim ijro etadi 4-sinf o'quvchisi Rahimova Mubina. Ikromjon Saimov musiqasi.
ovozingiz bizga har on mehribon ozingiz qalbimizga ziyo sochgan quyoshdek yo'limizni yoritgan nur ozingiz ustozim sizga ta'zim qilamiz qadringni doim baland bilamiz siz bergan bilimlar bizga xazina siz bilan yuksak cho'qqiq qoramiz ilm yo'lida siz bizga yo'l boshchi nur har bir sababingiz qalbimizga surur mehnatingiz bilan kelajak bunyod ustoz siz bor joyda bo'lmaydi hayot ilm bog'ining bog'boni o'zingiz bizga har on mehribon o'zingiz qalbimizga ziyo sochgan quyoshdek yo'limizni yoritgan nur o'zingiz ustozim sizga ta'zim qilamiz qadringni doim baland bilamiz siz bergan bilimlar bizga xazina siz bilan yuksak cho'qqiq qoramiz ilm yo'lida siz bizga yo'l boshchi nur har bir sababingiz qalbimizga surur mehnatingiz bilan kelajak bunyod ustoz siz bor joyda bo'lmaydi hayot Ona hayotimiz chirog'i, borlig'imiz quyoshidir. Navbatdagi chiqishimizda yosh ijodkorimiz o'zi bitgan samimiy satrlarni o'z onajoniga tuhfa etadi. Qo'shiq Onajon ijro etadi Islamasova Sabina, Ikromjon Saimov musiqasi. jim bo'lsa hamona yuragi gapirar, dardini yutsada farzand deb yashar, ko'zida yosh bilan kulishni bilar, eng og'ir og'riqqa chidadi onam. Onajon, noming aytsam titrar yuragim, bir duo umrimga yetar tergagim, ko'zlaringda yashar jannat nuri bor. Onajon, sen bor ekan dunyo barqaror. Qo'llaring qadoq ammo mehrga to'la, birgina do'si tog'larni yengan, qalbi yig'lab tursada meni kuldirgan,
dunyoda bittadir bu mening odam. Onajon, noming aytsa titrar yuragim. Bir duo umrimga yetar tirgagim. Ko'zlaringda yashar jannat nuri bor. Onajon, sen bor ekan dunyo barqaror. Kech bo'lmasdan aytgil rahmating, bag'ringga bos ertaga bo'lmas fursating. Jannat ifodada sezasan bir zot, bilgin ofol onalarda bor. Bolalik inson umrining eng beg'ubor va qaytmas fasli. Navbatdagi taronamizda yosh ijodkorimiz o'zi yozgan va o'zi kuylagan taronasi orqali bizni ana shu sehrli olamni eslatadi. Qo'shiq Bolalik ijro etadi 4-sinf o'quvchisi Astananqulova Sabrina. Ikromjon Saimov musiqasi, raqsida 1-sinf xoreografiya guruhi. Hey 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 hey. 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 Har bir tabassumda ming bitta ma'no, go'yo quchog'ida asraydi dunyo. Kattalar olami begona bizga, qalbimizda yashar pok dunyo. Bolalik u qaytib kelmas bir daryo. Bolalik u ko'zimizdagi ziyo, ko'rgimizdan hatto toshlar erigay. Biz bilan go'zaldir butun bu dunyo. Darslar orasida orzular qildik, eng toza tuyg'uni do'stlikda bildik. Gohida yiqildik, gohida turdik, poklik bilan hamma vaqt undik. Bugun maktabimiz bilim maskani, ertaga bo'lamiz yurtning posboni. Shu beg'ubor damlar ketmasin aslo, umr bog'ining eng xush bo'stoni. Bolalik u qaytib kelmas bir daryo. Bolalik u ko'zimizdagi ziyo, ko'rgimizdan hatto toshlar erigay. Biz bilan go'zaldir butun bu dunyo. Bolalik u qaytib kelmas bir daryo. Bolalik u ko'zimizdagi ziyo, ko'rgimizdan hatto toshlar erigay.
San'at maktabi yosh qalblariga nafaqat kasb, balki hayotga boshqacha nigoh, go'zallikni ko'ra olish, uni yaratish baxtini beradi. Qo'shiq san'at maktabim boshlang'ich sinf o'qituvchisi G'affor va Shohista she'ri, Ikromjon Saimov musiqasi, ijro etadi Jo'rayev Behruz va Azim va Marjona. Maktabim, faxrim va shonim, ilhom nuriga to'lar har bitta onim. Go'zallik yo'lida porlar var hayot, ijod bilan yuksalar vatan va hayot. San'at maktabim menga faxr va g'urur, bu maskanda yashnar orzu ila nur. Go'zallik yo'lida porlar va hayot, ijod bilan yuksalar vatan va hayot. Yuraklarda yangrar muqaddas sado, san'at yo'li biz uchun abadiy vafo. Bu maskanda yuksalar orzu armonim, ijod yo'lida porlar kelajak borim. San'at maktabim menga faxr va g'urur, bu maskanda yashnar orzu ila nur. Go'zallik yo'lida porlar va hayot, ijod bilan yuksalar vatan va Mana bugungi fayzli kechamiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Hozir so'z navbatini Samarqand ixtisoslashtirilgan san'at maktab direktori ustoz Gulfunso Qo'chqorovaga. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, maktabimiz jamoasi va o'quvchi yoshlar. Albatta bu konsert dasturi, bu konsertni bu hisobot desa ham bo'ladi. Bizlar maktabda ilk hozir Zubaydulla Ibragimovni o'zini chaqiramiz, taklif qilamiz. Maktabda ilk kitobini bizlar maktabimiz o'qituvchilari bilan birgalikda bizlar anaqasini taqdimotini o'tkazuvdik. Shu kitobni ichiga shu o'quvchilarimizni shu o'zlari yozgan she'rlari bilan ashulalari bastalanib kirilgan. Men hozir shu maktabimda o'qituvchilaridan, ayrim o'qituvchilaridan juda ham minnatdorman, chunki
o'quvchi yoshlarimizni kichkinagina ko'zidagi quvonchini, kichkinagina talantini iloji boricha ko'rishga harakat qilib, mana shunday sahnalarga olib chiqadi. Men sizlarga juda ham katta rahmat aytaman, minnatdorlik bildiraman va o'quvchi yoshlarimizga bu chiqayotgan ilk sahnachasi. She'r yozgan o'quvchilarimizni bizning tilaklarimiz, niyatlarimiz albatta katta kitoblar, katta she'riyat yo'nalishida hikoyalar, maqolalar chiqaradigan umiddamiz. Ota-onalari ham shu niyatda shekilli, bilamiz. Mana ijodkor o'quvchi qizchalarimiz, mana xoreograf yo'nalishida o'qiyotgan o'quvchilarimizdek ham sahnada men deyishdi. Ya'ni o'zini tutishni, o'zini yurishini, odamlarga muomala, madaniyat hammasini shu sahnada o'rganishyapti bolajonlarimiz. Albatta men bundan juda ham xursandman. Birinchidan mana minnatdorchilik bildiraman. Ikkinchidan mana bu hafta bizni juda ham katta maktabimizda butun respublika bo'yicha xalqaro tasviriy va amaliy san'at festivalimiz turibdi. Bir hafta moy dushanbadan to juma kungacha juda ham katta mehnat qiladi o'qituvchilarimiz tomonidan. O'zi bir oydan beri tayyorgarlik ko'ryapti. Bu konsert dasturini qo'yganimizdan asosiy maqsadimiz bu o'quvchilarimizning qo'shiqlari, she'rlari hammasi Samarqandda, o'zimizning maktabimizda bemalol endi ishtilaversa ham, yayrasa ham bo'laveradi. Marhamat aka, ozgina shu taqdimot bo'yicha, kitob bo'yicha qisqagina suhbat qilib yuboring, keyin taqdirlash marosimini o'tkazib yuboramiz. Marhamat. Mana hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari, men juda ham xursandman. Boshqa tadbirdan bu tadbirning farqi shundaki, bizning kelajagimiz bo'lgan yoshlarimizning qalbidagi bir mana shunday xursandchilik tuyg'usini, shukuhini, qolaversa ularning kelajakka bo'lgan ishonchini, bir-biriga bo'lgan qarab qilinayotgan harakatini, bugungi kundagi o'zini jamiyatdagi o'rnini bilish uchun qilayotgan mana shu ilmga intiqligini hozir ko'rib men xursand bo'lyapman. Qanday ma'nodaki, bu dargohga men bir emas, bir necha marotaba keldim. Mana shu ko'p joylarga borganmiz, viloyatimiz, respublikamiz bo'yicha yuramiz, lekin haqiqatan ham mana maktabning rahbari aytganidek bir narsaga men qoyil qoldim. Yoshlarimiz chizgan rasmlarni ko'rdim. Bular qo'lidan yaratilgan asarlarni ko'rdim. Mana tuman markazida bo'layotgan, parkda bo'ladigan tadbirlarda mana shu maktabning o'quvchi yoshlarini haykallarini, haykaltaroshlik bo'yicha deymizmi, chizmachilik bo'yicha, mana bu musavvirlik bo'yicha deymizmi, san'at yo'nalishi bo'yicha deymizmi, kelinki she'riyat yo'nalishi, nazm va nasr bo'yicha deymizmi, yoki tikuvchilik, tikuv bichuv bo'yicha deymizmi, qo'yingki hamma soha vakillarini mana shu joyda iqtidorli yoshlarimizni men ko'rib xursand bo'lyapman. Men bir narsaga, yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tishim kerakki, bu joydagi o'qituvchilarning, ya'ni ustozlarning bugun olib borayotgan ishlari bu juda ham bir tahsinga loyiqdir. Haqiqatan aytish kerakki, mana rahbar bilan kelishganimizda, Akramjon aka bilan kelishganimizda mana shu maktabning tarixi to'g'risida bir kitob yozishni maqsad qilgan edik. Mana xudo xolasa o'sha kitob dunyoga kelyapti. Qay ma'nodaki birinchi ko'rinish o'qish tayyor bo'ldi. Bu joyda bir narsani xursand bo'lib aytaman. Hozir bo'ldik etaplarga, bo'limlarga. Mana shu ganch yo'nalishi bo'yicha, musavvirlik yo'nalishi bo'yicha, tikish bichish yo'nalishi bo'yicha, kaza yana kelinki bo'limlarga bo'lganimizda yana bir narsani alohida o'sha kitobga kiritishdi, o'sha bir yaratishdi. Biz niyat qilgan edik, o'sha she'riyat yo'nalishi bo'yicha, ijod yo'nalishi bo'yicha bir mana maqsad qildik. Bu yerda hozir ko'rdik. Mana hozir o'zlaringiz ko'rib o'tiribsizlarki, guvohi bo'lyapsizlarki, televideniyada yangrayotgan, radioda yangrayotgan musiqalardan yoki qo'shiqlardan, ijrolardan kam emas. Ziyod bo'lsa, ziyod kam emas. Bu bilasizmi? Viloyatning bir chekkaroq tumanida turib, mana shunday bir san'atni dunyoga tanitishda o'zlarini ko'rsatayotgan, mana respublikamizda emas, butun dunyoga O'zbekistonni mashhur aylagan kurashchi qizimizdan Pastdarg'omdan chiqqan edi. Mana qarangki, men ishonaman, yana O'zbekistonimizda xizmat ko'rsatgan san'at arboblari, artistlar,
xalq artistlari, xalq shoirlari, xalq musavvirlari mana shu dargohdan chiqishiga men ishonaman. Mana shu yoshlarimizni orasida bugun mana shundayin respublika rahbarlari, turli kasb egalari o'tirganligiga men ishonchim komil. va yaratgandan mana shundayin bir iqtidorli yoshlarimizni kelajakda orzulari amalga oshishini, otalarini, onalarini, ustozlarini xursand qilishiga tilakdosh bo'lib qolaman. Va men aytmoqchimanki, bo'ynaga yaratilayotgan kitobda kerak bo'ladi bugun mana shu ijodkor yoshlarimizni she'r yozadiganlarini, nasr yo'nalishi bo'yicha deymizmi, nazm yo'nalishi bo'yicha deymizmi, yoshlarimizni to'g'risida ma'lumotlar yig'ilyapti. Men o'ylaymanki, o'shanga ota-onalar, ustozlar bosh bo'lsa, yoshlarimiz harakat qilsa, havas qilsa bir-biriga, albatta bu ko'p bilan bo'ladigan ish, bu xayrli ish bo'ladi, amalga oshadi. Men bosh qosh bo'lib mana shu kitoblarni, hozir birinchi kitob tayyormani aytayapman. Xudo xolasa ikkinchi, uchinchi bardavom bo'ladiki, kitoblar chiqishiga qo'limdan kelguncha yordam qilamiz. Qanday xizmat bo'lsa biz tayyormiz. Hozir shu yerda turasiz, marhamat. Taqdirlash marosimini birgalikda taqdirlaymiz. Diplom bilan taqdirlanadi eng yaxshi muallif ijrochi Jumabayeva Shirina. Shuningdek, eng yaxshi muallif ijrochi Islomasova Sabina. Diplom eng yaxshi muallif ijrochi Amanova Aziza. Diplom eng yaxshi muallif ijrochi Astanaqulova Sabrina. Diplom bilan eng yaxshi muallif ijrochi Rahimova Mubina. Diplom bilan eng yaxshi muallif ijrochi Qarshiboyeva Muxlisa. Eng yaxshi muallif ijrochi diplom bilan Shuhratov Ilzod. Diplom bilan taqdirlanadi nafis ijro mahorati Azim va Marjona. Nafis ijro mahorati diplom bilan taqdirlanadi Turayev Behruz. Diplom bilan taqdirlanadi nafis ijro mahorati Jaylash va Oygul. Diplom bilan taqdirlanadi nafis ijro mahorati Asliddinov Dilyorbek. Diplom bilan taqdirlanadi nafis ijro mahorati Omonova Izoza. Diplom bilan taqdirlanadi ilhom baxsh satrlar sohibi Amirova Nigina Bonu. Diplom bilan taqdirlanadi ilhom baxsh satrlar sohibi Almasov Mahmudjon. Tashakkurnoma siz tayyorlagan yuqori saviyadagi video roliklar loyihasining badiiy qiymatini oshirib, tomoshabinlarga she'riyat va tasviriy uyg'unligini mahorat bilan yetkazib berdi. Ijodiy izlanishlaringiz va o'z kasbingizga bo'lgan sadoqatingiz uchun tashakkurnoma G'afurov O'tkir. Shuningdek, tashakkurnoma musiqa bo'limi jamoasiga
Shuningdek, diplom xoreografiya guruhi Dilnoza Fayziyevaga. Tashakkurnoma ilhom baxsh satrlar sohibi ustozimiz ona tili va adabiyot o'qituvchisi Xudoyqulova Gulyoy ustoz. Shuningdek, boshlang'ich sinflar o'qituvchisi G'offor va Shohsupa Musurmanovna. Shuningdek, diplom Ikromjon Saimovga. Bugungi fayzli konsert dasturimizning ijodkori. Shuningdek, mehmonlarimizdan Ibragimov Zubaydulla Ibratovichga. Pastarg'omim iftixorimsan Guljahon Mardon qizi she'ri Ikromjon Saimov musiqasi. Marjona qizimga. Bu chop etilgan kitobdan endi kitobning o'zini hali loyihasi tayyor. Ichidagi o'zlarini mualliflik nimalarini shoirlarimizda nima deydi, avtograf o'zlarining niyatlari bilan imzolangan, faqat o'zlariga tegishli sahifani taqdim etilyapti. Pastarg'omni kim aytgan? Qo'lbidarim. Marjona ketdi. Sabina, onajonim. Sabina. Ha? Almasov Mahmudjon. Samarqandimsan, Qarshiboyeva Muxlisa. Shuhratov Izzot. Jumaboyeva Shirina. Omonova Aziza. Amirova Nigina Bonu. Astanaqulova Sabrina. Mubina. Rahimova Mubina. Endi men ham mana shu biz she'rimizni qo'shiq qilgan qizlarimizga mana o'zimning kitoblarim va shu bilan birgalikda meni muallifligimda yozgan, haligi redaktorligimda, muharrirligimda yozgan shoirlarimizni, shogirdlarimizning kitoblarini tuhfa qilmoqchiman. Marhamat, kimning qaysi qizimiz edi? Qani Sabina. Yana bir narsani bir iftixor bilan, g'urur bilan aytmoqchimanki, mana shu oralaringizda ota-onalar, mana bugun yoshlarning ota-onalari tasavvur qiling, 5 yil, 6 yildan keyin mana shu farzandlarining yutug'ini ko'rib qancha quvonadi. Mana shundayin, mana shu dargohda farzandlari o'qib ketib, bugun viloyatimizning turli joylarida ishlayotgan bir aziz insonni, otaxonni mana shu joyga birga olib kelganman-da. Mana shu maktabni eshitgandan bir yayrab ketdi-da. Mana shu joyda ikki o'g'li farzandi mana shu dargohda o'qib ketgan ekan. Mana bugun ikkalasi ham
joylarda vazifalarini bajaryapti. Davlatimizga, xalqimizga xizmat qilyapti. Mana shunday insonlardan biri mana shu ustoz Payariq tumanidagi 28-musiqa maktabining ustozi. Sizlar tillaringiz bilan, bizni til bilan ham aytganda ham ustozimiz mana Zokirjon Abduqunduzov Zokirjon Zubaydullayevich qatnashyapti. Ruxsat berasizlar, men hozir bu kishini ta'lim sohasidagi xizmatlari uchun xalqaro ko'krak nishoni bilan birgalikda tabriklaymiz. Juda katta rahmat. Avvalo assalomu alaykum aziz qatnashchilar. Shu yerda haqiqatan ukam ham shu yerda o'qigan, ikkita farzandim o'qigan, jiyanlarim o'qigan Payariqdan kelib. Zilola ustoz rahbari bo'lgan, bittasi doirada o'qigan. Doirada G'ayratjon o'qitgan. Sanjar, keyin Sanjar ham keldi falon davrda. Bugun ko'ryapman, o'sha davr bilan hozir davr ustoz osmon bilan yercha farqi bor. Sababi birinchi nimaga e'tibor qilyapman? Mana ovoz yozish. Juda katta rahmat. Ota-onalar nomidan, butun Payariq nomidan.